Barchaga assalomu alaykum aka-ukalar. Xullas biz Armada qishloqiga kelganmiz. Sizlarga foydali ma'lumot uchun kelganmiz. Endi bu yerda akalar sizlarga ma'lumot oltilik g'ish, pishig'ish bilasizlar mana bu. Vo, issiqqina ekan. Xullas mana zavodni o'zi, Armada zavodining o'zi mana o ichkarida pishirishyapti, ko'ryapsizlarmi? Necha gradus bo'ladi bilmayman. Kommentariyada necha gradus bo'lishini taxminan yozib ketinglar. Xudo xolasa mana shu pastdagi nomerlarga telefon qilib aloqaga chiqinglar. Biz zavodida, mana shu ishlab chiqarish zavodida turibmiz. Haligi qo'ldan qo'lga o'tgan joyda emas, zavodning o'zida. Pastdagi raqamlarga telefon qilinglar, mana ko'ryapsizlarmi? G'ish. Necha ming milliard bo'lsa kerak bu yerda. Ko'rishlar mumkin. Aloqaga chiqib bemalol O'zbekiston любой hududiga yetkazib berish dastavkalarimiz ham bor. Telefon qilinglar, qolgan ma'lumotlarni telefon orqali bilib olasizlar.